Assalomu alaykum. Men Rahmatova Bahora, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 2-kurs talabasiman. Ushbu video raqamli tarix fanidan yakuniy nazorat uchun tayyorlandi. Men tanlagan mavzu Boysun tumanida joylashgan Eshon-Sudur maqbarasi. Biz hozir shu maqbara oldidamiz. Bu videoda bu maqbarani o'tmishi, u bilan bog'liq bo'lgan xotiralarni yoritishga harakat qilaman. Eshon-Sudur Surxondaryo viloyati Boysun tumani Gaza mahallasida 1861-yilda tug'ilgan. Xalq xotirasida ma'rifatli va ijtimoiy ma'naviy yetakchi shaxs sifatida tanilgan. U boshlang'ich bilimni otasidan olgan, keyinchalik diniy va ma'rifiy bilimlarni chuqurlashtirish maqsadida Buxorodagi Mirarab madrasasida tahsil olgan. O'z davrida jamiyatda oqsoqol, ma'naviy yetakchi va adolatparvar shaxs sifatida tanilgan. Uning obro'si nafaqat mahalliy aholi, balki Buxoro amirlari e'tiborini ham tortgan. 20-asr boshlarida yuz bergan murakkab siyosiy jarayonlar Eshon-Sudur hayotiga ham ta'sir ko'rsatdi. Ayrim manbalarga ko'ra, u Sovet hokimiyati davrida ta'qiblarga sabab qo'lga olingan va hukm qilingan. Tarixiy rivoyatlarga ko'ra, u Sulaymon Eshon nomi bilan ham tilga olingan. 1921-yilda bo'lib o'tgan qo'zg'olonda ishtirok etgan. Qo'zg'olon bostirilgach, 1922-yilda Afg'onistonga hijrat qilishi va u yerda Xonobod va Mozori Sharif shaharlarida ma'lum vaqt yashagani og'zaki va yozma manbalarda qayd etilgan. Shu bilan birga u vatanga bo'lgan muhabbati tufayli Boysun tuprog'iga qaytadi. Keyinchalik Eshon-Sudur Qashqadaryo viloyatining Belboyli qishlog'iga mehmon bo'ladi, ammo mustabid tuzum uni yana Boysunga olib keladi. 3 kun qamoqda saqlanib, 4-kun esa shu hovlida otib tashlanadi. Tarixiy xotiralarga ko'ra, bu voqea 1924-yilda ro'y bergan. Mana shu joyda uning ukasi Boboxon Eshon va u bilan birgalikda dafn etilgan. Assalomu alaykum. Taklifimizni e'tiborsiz qoldirmasdan kelganingiz uchun mamnunmiz. Bizga Eshon-Sudur maqbarasi yoshlarimiz uchun manfaatli bo'lishi uchun bir qancha ma'lumotlar to'pladik. O'sha bilan bog'liq bo'lgan sizda o'tmishda qanday xotira va taassurotlar qolgan, o'shalar haqida gapirib bersangiz. Rahmat. Eshon-Sudur bizning bobomiz bo'ladilar. Mana shu joyda tug'ilib o'sganlar. Mana shu Gaza qishlog'ida, mana shu hozirgi suhbat olib borayotgan joyimizda uylari bo'lgan o'zlarining. Eshon-Sudur bobomiz Sudur amirlik tomonidan berilgan unvon. Asl ismlari Tojiddinxon bo'lgan. Otalari Sayyid Muxtorxon. Eshon-Sudur bobomiz bu yerda yashab, bu yerda tug'ilib, o'sib, maktabga boradigan bo'lganda otalari Buxoro madrasasiga qo'yganlar. Buxoro Mirarab madrasasini tugatgan. Juda a'lo baholar bilan. Bu yerda o'zlarining yonlarida mana bu 2-maqbara ukalari Boboxon Eshon bobomiz. Saroy degan urug' bor. Qashqadaryoda juda ko'p urug'. Shu tarafga qarab ketaylik, nariyoqqa qarshiga qarab. Hozir odam keladi deyapsiz, olib ketadi meni deyapsiz. Deganda, yo'q. Men Alloh taoloning hukmidan qayerga qochaman deb turganda 2 otlik Boysundan borgan. Ularning hujjatlarini ko'rsatib, biz Enkividadamiz. Shu vaqtda Enkivida degan bobolarimiz Enkivida deb gapirar edilar. Biz Enkividadamiz. Sizni hukumat chaqiryapti. Olib ketgani keldik deb. Keyin cho'rdagilar bilan xayrlashib, endi diydor qiyomatga qoldi deb kelgan. Keyin olib kelib birdaniga qamoqqa olgan. Bu yerda og'aynilar borib 3 kun ko'rishib turishgan, lekin chiqarmagan. 3 kundan keyin otish e'lon qilingan. Chiqarib otayotganda ular so'raydi ekan otayotgan kishisidan, nima talabing bor deb. Sen rozimisan o'zingga qo'yilgan hukmga deganda men roziman. Lekin menga qo'yilgan aybga rozi emasman. Men vatanga xiyonat qildi degan ayb qo'yilgan, bu aybga rozi emasman, ayblovga. Lekin menga qo'yilgan jazoga roziman, o'lim jazosiga roziman. Meni yana qiladigan talabim, mening ko'zimni yechib qo'yinglar otayotganlaringda. Meni musulmonlardan o'tmasin. Qiyomatda bir musulmon bilan hisob-kitob qilib qolmayin. 3-talabim, ruxsat qilinglar 2 rakat namoz o'qib olayin degan. Keyin bobolarimiz aytar edilar, shunday chuqur qozib qo'yilgan ekan shuni labida 3-talabini ham bajaringlar degan. Boshida turgan. Keyin 3-talabini shu bajarib
ko'zlarini yechgan, Oqsho'rin degan mana shu yerda kelib yurgan o'ris kishi bo'lgan. U bilan yana bittasi yonida, ikkitasi otadigan bo'lgan. 2 rakat namoz o'qishga ham ruxsat bergan. Oqsho'rin men otmayman seni deb kelgan bobomiz oldiga. Keyin yig'lagan hattoki. Kattalarim buyuryapti, men seni otmayman desa, shunda bobomiz aytgan, sen indamasdan otaver. Sen ham o'zingda bir yaxshilik ko'rasan degan. Keyin u Oqsho'rin aytganki, agar men biror yaxshilik ko'rsam sizdan, men ham yaxshilik qilaman degan. Keyin otgan ikkitasi. Bobolarimiz aytar edilar, otilgandan shunday o'zlari harakat qilib chuqurga yiqilib tushdi. Keyin ko'mib tashlashgan. Mana bu yerda bobomizning hujralariga qo'yilgan, qarang, tagiga mana bu bo'lak tosh qo'yilgan, katta tosh. Mana bu 3tasi biriktirib o'rtaga sutum qilib qo'yilgan. Endi shu vaqtda bobomizni otgandan keyin qarang, hujralarni buzib, shunday bir buyuk yodgorliklarni ham sindirib tashlashgan. Ikkita niyat bo'lgan. Endi bittasi birinchidan bu juda chiroyli bu yodgorlik. Ikkinchidan buning ichida tillo bo'lish ehtimoli bor deb turib ham sindirgan. Qarang, toshlarga yozilgan. Bobolarimiz aytar edilar, buni Buxoroda tayyorlab tuyalar bilan olib kelingan deb aytar edilar. Bu maqbara qachon ochilish marosimi o'tkazilganligi haqida gapirib bersangiz? Mana shu yerda shunday bir obod bo'lishligini bobolarimiz ham, otalarimiz ham doim orzu qilib yurar edilar. Vaqt soati bor ekan, 2023-yil meni o'zim bosh bo'ldim. Ochaga shu yerda shu xalqning hammasi birigib mana shu yerda shu ishni qildik. Keyingi savolimizga o'tsak, bu yerga o'tmishga odamlar namoz o'qish uchun ham kelishgan ekan. Shu haqida qanday ma'lumotlar bilasiz? Bu yerga odamlar katta masjid bo'lmagan. Bobomizning oldiga bu yerda hujralari bo'lgan. Dars olish uchun, ma'rifat olish uchun, shu namoz o'qish uchun shu atrofdagi odamlar kelgan. Uzoqdan ham odamlar kelgan, lekin katta masjidlar bu yerda shaharda bo'lgan. Bu yerda katta masjid bo'lmagan. O'zlarining uylari doim odamlar bilan gavjum bo'lgan. Bu yerda katta mehmonxonalari bo'lgan. Doim mehmonxonalarda dasturxon yoyilib turgan. Doim mehmonlar bo'lgan, odamlar bilan suhbatlar doim davom etib, yoshlarga ham ta'lim berib, mana shunday qilib turganlar. Vaqtingizni sarflab, bizga kerakli ma'lumotlar berganingiz uchun, kelganingiz uchun alohida rahmat aytmoqchiman. Bu yerda sajaramiz, bobolarimiz mana shunday sajaramiz borib, Said ota bobomizga taqiladi. Hozir 29-avlod davom etyapti. Shunday davom etyapti. Eshon Sudur tug'ilib o'sgan Gaza mahallasida nomini qayta tiklash, hayot yo'lini yoshlarga ibrat ko'rsatish va xalq mehr-muhabbatini ramzi sifatida 2023-yilda qadamjo bunyod etildi. Ushbu ezgu ishda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan mahalla ahli faol qatnashdi. Tuman hokimligi tomonidan 10 sotix yer maydoni ajratilib, keng qamrovli obodonlashtirish ishlari olib borildi. Natijada majmua yaxlit me'moriy ko'rinishga keltirildi. Maqbara Boysunning purviqor tog'lari bilan uyg'unlashgan. Majmua ichkarisiga kirgan ziyoratchilar Eshon Sudurning avlodlari shajarasi aks etgan peshtoq orqali ulug' shaxsning kelib chiqishi va ota-bobolari haqida ma'lumot oladi. Bugungi kunda ushbu ziyoratgoh mahalliy aholi uchun muqaddas maskan bo'lib, har haftaning chorshanba kunlari ziyoratchilar keladi. Avval tashlandiq holatda bo'lgan bu joy Eshon Tojiddinxon ibn Said va Boboxon Eshon qabrlari atrofida 1 yillik hashar ishlari orqali obod va fayzli ziyorat maskanga aylantirildi. Shu tariqa Eshon Sudur ziyoratgohi Boysun tarixida muhim o'rin tutgan, xalq xotirasida va ma'naviy merosni mujassam etgan maskan sifatida bugun ham e'zozlanib kelmoqda.